aziz obuna. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men bugun bir obunachimni akkauntini full qilib berishga harakat qilaman. U menga bu akkauntni berdi. Ko'rib turibsizlar, uncha yaxshi akkaunt emas. O'ynalgan 15-o'rinda ketyapti. Umuman o'ynamaydi shekilli bu akkauntda. Mana ko'rishingiz mumkin. Lучше bombardier edi, Marcus Rashford. Bu yerda hech kim emas, chunki Stewart bitta urgan. Lучше bombardier yo'q bu yerda. Bu yerda hozir Tete, Felix va Bentancur son turibdi. Nima qilamiz, kuchaytirib beramiz. Uni mana hamma yo'g'i bitta hozir o'ynatib ko'raylikchi, qani Marcus Rashfordni shu yerdan tekizamiz. Ketdi. Marcus Rashford udari bor, bilasizlar. Pushka zarbalarni qo'yib beraman xohlasanglar. Mana ketdi. Rashford mana bitta uzoqdan tepyapti. Hop, endi shtrafni o'danlardi. Rashford ekan yana. Hoppa. Rashfordda bir ikkita tekshirib ko'raman. Srazu bu akkaunt udalib qo'yaman. Chunki men bu yangi akkaunt beraman avvaliga. Bu akkauntni kuchaytirgandan ko'ra yangi akkaunt berib qo'yamiz. Albatta Rashford bo'lish kerak desa bilmadim. Bu hozir aloqaga chiqamiz, ko'ramiz. Hop, ketdi Rashford, emas, Jabi. Penalti. Menga tekshirib ko'raman. Yo'q, sizlar ko'rishingiz mumkin, uncha yaxshi holatda emas. Kimga kerak bo'lsa, akkauntni kuchaytirib berish kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqarasizlar. Menga podpisan bo'lgan bo'lsanglar, men agar nomim bilmasanglar, mana DLS akkaunt nomidagi Marcus Rashford ham kapitan, ham penalti Ispaniya chiqiladi, ham shtrafnoy tepadi, ham uglovoy ikkita tomondan. Marcus Rashford o'ynaydi ekan faqat. Bo'ladi. Boshqa futbol uncha yaxshi o'ynaydigan futbolchisi yo'q. Bilasizlar. Men sizlarga yana obzor qilib beraman komandamni. Bu boshqa komanda, o'zim komandam o'chib ketdi. Endi nima qilishni bilasizlar o'zingizlar. Bo'lmasa hammaga xayr. 2 kundan keyin full bo'lganini ko'rsataman.